Toshkent Markaziy Osiyoda aholisi eng ko'p shaharlardan biri. Qariyb 5 million nafar odam shu yerda istiqomat qiladi. Yaqin 10-20 yil ichida poytaxtliklar soni yana 2-3 millionga ortishi prognoz qilinmoqda. Bu o'z navbatida mavjud infratuzilmaga yuklama ortishidan signal beradi. Ekspertlarning fikricha, ushbu faktor iqtisodiy o'sish sur'atiga ham ta'sir ko'rsatishi mumkin. Ana shu ehtiyojlarga javob tariqasida 2023-yil 18-mart sanasida O'zbekiston yetakchisi Yangi Toshkent loyihasiga start berdi. Buning uchun Yuqori Chirchiq va O'rta Chirchiq tumanlaridan 20 ming gektar yer ajratildi. Yo'ldosh shahar, tirbandlik, yashil maydonlarning kamayib ketishi, zichlik muammosiga yechim bo'lishi kutilmoqda. Yangi Toshkentni shakllantirish orqali Toshkentdagi tirbandliklar olinadi, yuk tarmoqlarga tushayotgan yuklamalar yengillanadi va yangi Toshkentda zamonaviy shaharsozlik qurish materiallaridan foydalanib, tajribadan o'tgan jarayonni nafaqat Toshkent, balki butun respublika bo'yicha shaharlarimizda tatbiq qilish reja qilingan. Boshqacha qilib aytganda, boshqa shaharlardagi hayot darajasini oshirishga yo'naltirilgan bir sinov laboratoriyasi. Yangi Toshkent qurilishi 6 bosqichda 2045-yilga qadar davom etishi aytilmoqda. Loyihaning birinchi bosqichida madaniy-ma'rifiy klaster, universitetlar qurilishi va barcha administrativ ma'muriy binolar shu yerga ko'chirilishi belgilangan. Yangi Toshkent 15 daqiqalik shahar konsepsiyasi asosida rejalashtirilgan bo'lib, unda maktablar, tibbiy xizmatlar, do'konlar va hatto yashil maydonlar 15 daqiqada piyoda yoki velosipedda yetib olishi mumkin bo'lgan radiusda joylashadi. Loyiha mas'ullariga ko'ra, Yangi Toshkentni faqat O'zbekistonning o'zi qurmaydi. Hozircha Xitoy, Buyuk Britaniya, Turkiya, Rossiya davlatlaridan investorlar qiziqish bildirgan. Bu o'z navbatida Yangi Toshkentni mamlakatning biznes peshtaxtasi sifatida taqdim etish imkonini beradi. Bu orqali xalqaro investitsion kompaniyalar va jamg'armalar O'zbekistonning salohiyatini sinab ko'rishi mumkin. Osiyo taraqqiyot bankining shaharsozlik bo'yicha bosh mutaxassisi Kristin Chan bu borada CNN telekanaliga intervyu bergan edi. Yangi Toshkent yangi iqtisodiy loyihalar markaziga aylanadi. U iqlim o'zgarishiga chidamli infratuzilmani o'zida mujassam etib, ko'plab investitsiyalarni jalb qiladi va yangi innovatsion klasterlarni qamrab oladi. Yo'ldosh shahar yangi ish o'rinlarini yaratish, sarmoyalarni jalb etish va mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirishda muhim rol o'ynashi mumkin. So the president of Uzbekistan has set as an objective the doubling of national GDP. O'zbekiston prezidenti tomonidan mamlakat yalpi ichki mahsulot hajmini 2 baravar oshirish maqsadi belgilab olingan. Mazkur loyihamizning amalga oshirilishi natijasida Toshkent shahri maydoni jihatdan ham, iqtisodiyoti jihatdan ham katta o'sishga erishadi. Ayniqsa davlatning oddiy xalq hayotida tutgan o'rni ortadi. Qolaversa minglab ish o'rni yaratiladi. Aholi yuqori darajadagi xizmatlar bilan ta'minlanadi. Jumladan tijorat, texnologiya, ta'lim, tibbiyot kabi sohalar yanada rivojlanadi. Bu odamlarning hayot tarzi yaxshilanishiga olib keladi. Yangi Toshkent orqali O'zbekiston dunyoning rivojlangan davlatlari bilan bemalol raqobatdosh bo'la oladi. 2024-yil 3-aprel sanasida Yangi Toshkent shahrida ilk inshootlar qurilishiga start berilgan edi. Dastlabki bosqichda transport infratuzilmasi, vaqtinchalik ma'muriy binolar, ilm-fan va ta'lim maskanlari barpo etiladi. O'zbekiston yetakchisining topshirig'iga binoan yangi shahar qurilishi madaniy-ma'rifiy binolardan boshlanmoqda. Prezident ushbu ma'rifat maskanlarini yoshlar uchun investitsiya deb aytgan edi. Prezidentimiz tashabbuslari bilan aynan yoshlarga bo'lgan e'tibor, ilm-fanga e'tiborni hisobga olib, birinchi navbatda O'zbekiston Milliy universiteti nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti va Yangi O'zbekiston universitetlarini kampuslari qurilish ishlari bugungi kunda olib borilmoqda. Qurishlarda bugungi kunda 100 dan ortiq ishchilar ishlayapti joyida. Obyektlarni yer osti ishlari, fundament ishlari tugatilib, birinchi qavatdan ikkinchi qavatga ko'tarish jarayoni boshlanyapti. Shu ma'naviyat maskanlarining qatorida O'zbekiston Milliy kutubxonasini ham binosini barpo etish birinchi darajada deb qaralyapti. Chunki prezidentimiz aytganlaridek, jamiyatda taraqqiy etishi, rivojlanishi albatta ilm-fan bilan bog'liq. O'zbekiston Milliy kutubxonasi bir vaqtni o'zida 1420 ta kitobxonni qabul qilish imkoniga ega. Prezidentimiz tomonidan topshiriqlar bo'ldi. Bu birinchi navbatda O'zbekiston Milliy kutubxonasini yurtimizdagi barcha oliy ta'lim muassasalari bilan integratsiyasini amalga oshirish. Dunyodagi kutubxonalar deymizmi, ilmiy tadqiqot institutlarimi, ular bilan axborot manbalarini almashish, talabalarimizni, professor o'qituvchilarimizni eng yangi, eng zamonaviy ilm bilan qurollantirish masalasi qo'yildi. Davlat rahbari tomonidan alohida ta'kidlandi. Yangi binoda yangi texnologiyalar, axborot
kutubxona sohasida tatbiq qilinayotgan yangi texnologiyalar bilan xizmat ko'rsatish yo'lga qo'yiladi. Shuningdek, qurilishning birinchi bosqichida Alisher Navoiy madaniy markazini barpo etish ko'zda tutilgan. Uni Britaniyaning Zaha Hadid Architects kompaniyasi loyihaladi. Dizayn mualliflarining so'zlariga ko'ra, bino tog'larga qiyos qilinib shu shaklda quriladi. Obyektni bir so'z bilan madaniy qadriyatlar va zamonaviylikni o'zida mujassam etgan markaz deb atash mumkin. Mentioned the words that the president of Uzbekistan mentioned. O'zbekiston prezidenti yangi shaharni barpo etish jarayonini avvalo uning madaniy ildizidan boshlash kerakligini ta'kidlagan edi. Uning bu gaplarni iqtibos sifatida keltirar ekanman, yurtingizda madaniy obyektlarni saqlash va rivojlantirishga qaratilgan ishlardan ochig'i hayratlandim. Kompaniyamiz Alisher Navoiy madaniy markazini loyihalashtirish uchun tanlab olingandan juda xursandman. Dizaynda eng ko'p e'tibor qilganimiz iqlim sharoitlari, havo sirkulyatsiyasi, bino isitish-sovutish tizimi bo'ldi. Bundan kelib chiqib biz minimalizm va passiv dizayn usullaridan foydalandik. Faqat shu yo'l bilan ham milliy madaniyatni, ham oddiylikdan biroz chekinishni jamlasa bo'ladi degan qarorga keldik. Loyiha dizaynerining qiymati haqida esa men ayta olmayman, chunki bu buyurtmachilarimiz sira. O'zbekiston rahbarining ijtimoiy-iqtisodiy islohotlar dasturiga ko'ra 2030-yilda Toshkentni yashash uchun eng qulay 50 ta shahardan biriga aylantirish maqsad qilingan. Umumiy hisobda 7,5 million nafar aholining qulay yashashi va ishlashi uchun elektr, suv va kanalizatsiya infratuzilmasi yaxshilanishi rejalashtirilgan. Birinchi bosqich doirasida auksion platformasi orqali realizatsiya qilingan yer uchastkalarida mahalliy va xorijiy kompaniyalar tomonidan 12 ta investitsion loyihalar amalga oshirilmoqda. 12 ta lotlarimizda 11 tasida ko'p qavatli mix used toifasidagi turar joylar va bitta restoran va mehmonxona loyihasidan iborat. Bularning umumiy qiymati 490 million AQSh dollarini tashkil etadi. Loyiha muddati 32-36 oyga mo'ljallangan. Davlat rahbari tomonidan har bir investorlar bilan uchrashib, ularga tavsiyalarni, zarur bo'ladigan shart-sharoitlar borasida o'zlarining fikrlarini, ko'rsatmalarini berib o'tdilar. Hozirgi paytda loyihalash ishlari amalga oshirilyapti. Loyihamizda premium klass uylar hisoblanadi. Loyihamiz umumiy qiymati 31 million AQSh dollari tashkil qilib, 2 yil muddatda foydalanishga topshirish reja qilganmiz. Loyihaning unikalligi boshqa loyihalardan asosiy farqi bu yerda xalqaro standartlarga mos holatda ekologik yashil qurilish mezonlarini inobatga olgan holda, qayta tiklanadigan energiya resurslarini inobatga olgan holda rejalashtirilyapti. Bu loyihalarimizda hattoki yomg'ir suvlarini rezervuar holatda yig'ib borib, kelajakda ekspluatatsiya davrida yashil hududlarni sug'orishga ishlatish ko'zda tutilgan. Prezidentimiz o'zlari kelib bu loyihalar bilan tanishib ketishlari tadbirkorlarga avvalambor eng katta ishonch va turtki motivatsiya beradigan bir kuch hisoblanadi. Qurilishlarimizni jadallashishiga, mavjud muammolarning tezlikda hal bo'lishiga keladi. Qolaversa, yangi shaharda vaqtinchalik ma'muriy binolar ham qurilmoqda. Hozirda yengil konstruksiyadan 4 ta bino va yordamchi inshootlar barpo etilgan. Bunda to'liq mahalliy qurilish materiallaridan foydalanilgan. Yangi Toshkent loyihasidagi dastlabki obyektlarni 2027-yilgacha bosqichma-bosqich yakunlash reja qilingan. E'tiborlisi, inshootlarni qurishda xalqaro pudratchilar qatori mahalliy kompaniyalar va quruvchilar ham ishtirok etmoqda. Ilgari xorijda mehnat qilgan migrant quruvchilarimiz endi o'sha haq evaziga muhim mahalliy sharoitda ishlab, ro'zg'or tebratmoqda. Chet elda yuragingizda xavotir bo'ladi. Oiladan yiroqda yo'l kirib ajratasiz, borgandan keyin dokument chiqishini bir oy kutasiz, dokumentga xarajat qilasiz. O'zbekistonda erk bo'lib bemalol o'zingizni uyingizda yurganda bemalol yura olmaysiz yo'qda. Hozirda mana yangi Toshkent loyihasida juda katta qurilishlar bor. Bu loyiha 2045-yilgacha o'zingiz o'ylab tasavvur qilavering. Bu degani 20 yil shu yerda ish bilan bemalol qancha odam bo'lsa ta'minlab bera oladi. O'zimizda oyliklar juda yaxshi. Rossiyada deyarli birga bir to'g'ri keladi. Oshxona, 3 mahal ovqat, yotoqxonalari hammasi yaxshi. 10-15 yil bemalol bitta joyda ishlash bu yoqimli. U yoqdan bu yoqqa ko'chib yo boshqa qilib yurmaysiz. Muhimi shu yerda O'zbekistonda bemalol, bemin erkin, hammasi inson qadri uchun. Rejaga ko'ra, loyihaning ikkinchi bosqichida biznes mavzesi quriladi. U Toshkentning markaziy qismiga ulanadi. Buning uchun Toshkent va Yangi Toshkent metro liniyalari bilan bog'lanadi. Uchinchi bosqichda esa Yangi Toshkentning janubida zamonaviy sanoat, qishloq xo'jaligi va IT sohalariga mo'ljallangan innovatsion tuman barpo etilishi belgilangan. Yangi Toshkent faqatki O'zbekistonda emas, O'rta Osiyoda eng katta loyiha. Bizga xalqaro investorlar kerak bu loyihaga. Xalqaro investorlar kelish uchun xalqaro standartlar ishlashi kerak. Chunki ular kelgandan keyin ular xalqaro standartlarni biladi, standartlar bo'yicha qurgan boshqa davlatlarda. O'shaning uchun biz bu standartlar bo'yicha qurishimiz shart. Unda sizning binolaringiz yaxshiroq bo'ladi.
energiyani, suvni kamroq ishlatadi, odamga qulayroq bo'ladi. Havoni sifati yaxshiroq, suvni sifati yaxshiroq, yorug'likni sifati. Rejamizda hozir kamida 20% kamroq energiya sarflanadi, kamida 20% suv kamroq sarflanadi. Aqlli bino qurganingizdan keyin odamni o'rgatishingiz kerak. Qanaqa aqlli binoni ishlatadi? Aqlli shahar qursangiz, butun aholini o'rgatish kerak. Loyihaga ko'ra, yangi Toshkent hududining 30% yashil maydonlar uchun ajratiladi. Xususan, 420 gektar maydonda markaziy bog' barpo etilib, 200 ming tup daraxt ekiladi. Buning uchun ish hozirdan boshlanib, 50 gektar maydonda ko'chatxona tashkil etilgan. Tashkilotlarga esa keyinchalik o'z hududining bir qismiga daraxt ekish talabi qo'yiladi. Bu bir so'z bilan ekologik yashil shahar bo'lishi aytilmoqda. Megapolisni qurishda ishtirok etayotgan Crossworks kompaniyasi direktori yangi Toshkentni Markaziy Osiyoning Amsterdamida ta'riflagan edi. It's very rare that you get the opportunity to design a city for more than 2 million people. Qariyb 2 gektar yer maydonini egallagan shahar 2 million aholiga mo'ljallangan. Uning ustida katta jamoa ishlamoqda. Bu aholi turmush darajasini yangi bosqichga ko'taradigan loyiha. Shaharni 2045-yilgacha qurib bitkazish rejalashtirilgan. Yangi Toshkent ikki daryo orasida joylashgan. Shaharning mikroiqlimini yaxshilash maqsadida sun'iy kanallar tarmog'i tashkil etiladi. Mazkur tarmoq atrofida yashil karkas paydo bo'ladi. Ya'ni aholi uchun qulay masofada joylashgan parklar, yashil hududlar yaratiladi. Shu jihatdan yangi Toshkentni Markaziy Osiyoning Amsterdami deb atash mumkin. Aynan yangi Toshkent va Toshkent shahri uchun birgalikda dizayn kod ishlab chiqildi Rossiyaning Atlas kompaniyasi tomonidan. Bunda asosiy urg'u O'zbekistonning iqlimiga katta e'tibor berildi va zamonaviy materiallarga. Buning natijasida biz erishmoqchi bo'lgan maqsadimiz bu energiya samarador binolar va albatta arxitekturaviy jihatdan estetik ko'rinish. Tarixiy shakllangan mahallalarimizga qaraydigan bo'lsak ham, aynan shu hovlilarda mikroiqlimni saqlab qolish, qishda issiqlikni ushlab turish, yozda salqin ushlab turishga yo'naltirilgan shu arxitekturaviy yechimlar shakllangan. Biz xuddi shu yondashuvni zamonaviy uslubda, zamonaviy materiallar bilan shu hududda yashaydigan odamlarning qulayligini inobatga olgan holda zamonaviy yechimlarni taklif qilganmiz. Yangi Toshkentning yana bir noyob xususiyati bu undagi energiya sohasidagi yangiliklardir. Ya'ni qayta tiklanadigan energiya manbalari, quyosh, shamol energiyasi kabilarni qo'llashdir. Demak, yangi Toshkent shahri loyihasi to'liq atrof muhitga do'st, xavfsiz va ekologik toza loyiha bo'ladi. Qurilish sohasida 25 yillik tajribaga egaman. Shu orqali butun dunyoni kezdim. Mamlakatingizga birinchi marta 2019-yilda kelganman. Bugungi kunga qadar o'tgan 5 yil davomida kuzatganim shuki, prezidentingizning sharofati bilan O'zbekistonning qiyofasi butunlay o'zgardi. Bugun jadal davrda Markaziy Osiyoning porloq yulduziga aylanganiga guvoh bo'ldim. Shu bois mamlakatingizdagi yangi Toshkent kabi yorqin loyihalarning ishtirokchisi ekanimdan juda xursandman. Aholi soni va iqtisodiyoti o'sib borayotgan mamlakat uchun yangi hududlarni rivojlantirish bu tabiiy jarayon. Yangi Toshkent esa muhandislik, transport infratuzilmasiga yuklama tushishining oldini olibgina qolmay, aholi farovonligini oshirishga qaratilgan ijtimoiy, iqtisodiy va madaniy obyektlarni ham o'zida jamlaydi.